Salom salom, o'rtoqlar qalaysizlar? Mana bugun pardalarni sizlarga reklama qilamiz. Mana maruzkalarimiz bor. 6 metrdan. Adnatonni tegi gullari bor. Mana bunaqa Turkiyaniki bor. Ko'ringlar mana. 3D deyiladi, mana bu qalinlarimiz bor. Ham oqlarimiz bor mana. Kelinlarga. Mana maruzkalarimiz bor. Pardalaringiz zo'r ekan, Nozima opa. Yaxshi, rahmat. Yaxshi, hammasi o'ziga yarasha. Hammasi tusi farqli. Masalan, bunaqa qanotlarimiz ham bor. Kelib olishinglar mumkin. Bunaqa qimmat sotmaymiz biz. Kelishgan holda sotamiz. Bemalol kelib olishinglar mumkin. Kimlarga? Yoshlarga nima deysiz? Yoshlargami? Yoshlar baxtli bo'lsin, yaxshi o'qishlarda o'qisin, sog' salomat yurishsin, baxtli bo'lishsin, faqat nima ham yo'qlardi. Shu reklama qilamiz mana pardalarga kelib olib ketinglar. O'rtoqlar. Kelishgan holda beramiz. Bunaqa qimmat emas bizda. Tikilishiga biz pul olayotganimiz yo'q. Bemalol kelib olishinglar mumkin. Mana bunaqa qalinlar ham bor. Mana bunaqa qalinlar. Mana bunaqada, masalan mana. Mana bunaqada kadifelar, ko'ryapsizlar. Ikkita chekkalariga. Biz ko'p reklama qilamiz. Podromdan ham reklama qilamiz. Hamma yerda reklamamiz bor. Qilamiz. Bemalol kelib olib ketishinglar mumkin. O'rtoqlar. Yana nima ham deyman. Sog' salomat bo'linglar. Kelinlarga qilib yuraveramiz. Kelinlar masalan uy yasatish boshqa bo'lsa bizga murojaat qilishinglar mumkin. Kelsanglar, biz borib o'lchab kelamiz, keyin qilib beraveramiz. Bemalol kelaveringlar. Qozog'istonda, Qirg'izistondagi, Turkiyadagi o'rtoqlarimizga hammalariga alangali Toshkentdan salom. Salom, salom. Sog' salomat yuringlar. Sabo, sen ham yaxshi yurgin, sog' salomat yurgin. Hammasi o'tib ketdi. Shunaqa ham o'tirar ekan-da. O'rtoqlar